Evet, halkımızın taqozolik bilan kutgan minutlarga şahit olduk. Karar Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Demak, bu butun dunyoga hammamiz shahid bo'lgandek, dunyo matbuotlarida tarafsiz bir sud tarafidan bu qaror chiqarildi. Bir yildan ortiq, hatto 1,5 yildan ortiq vaqtdan buyon sudning necha 10 ming bo'yicha materiallarni 500'ün artık guvohchilarning guvohligini astoydil tadqiq qilish orqali, mutaxassislarning baholarını astoydil tadqiq qilish orqali jafoliq bir xizmatdan keyin bir sud mahkamasi bugun 300 betlik hükmünü qisqartirilgan nusxasini bugun e'lon qildi. Bu tarixiy bir hodisa. Bu faqat Sharq Turkiston xalqi uchun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir hodisa bo'lib qolmay, 21-asrdagi insoniyat uchun bir tarix hodisa. Çünkü 21-asrda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur bu o'xshash faqat bir qancha xalqlar buningga uchrayotdi. Shuningga bu 21-asrdagi bu yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro tarafsiz bir sud mahkamasining qonuniy xalqaro qonunlarga tayangan asoslangan bir hukmi kerak edi. Bu qaror chiqdi. Endi 1948-yili qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık ahdnamasini icra qilish mecburiyetleri Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lgan ve mushu ahdnoma qo'l qo'ygan devletlerinin ustiga yuklangan bir vazifa bo'ldi. Demek, hozirgacha ba'zi devletler bu bir tarafsiz sudning qarori bo'lmay turib bu irqiy qirg'inchilik masalasida amaliy harakat qo'llanolmayganligidan iborat bu faktlarda bu sebepler bilan jim turgan bo'lsa, endi bu devletlerinin bu xil jim turilishga sebep qolmadi. Demek artık dünyanın Şarkı Türkistan'da buluvatkan, Uygurlarga, Kazaklarga buluvatkan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, ciddi hareket qilinish, bütün insaniyetinin bulup mu Birleşken Devletler Teşkilatı bu to'xtamnoma qo'ygan devletlerinin bir mecburiyeti, kanun mecburiyeti bo'lib o'tirib chiqdi. Biz aldığımız günlerde işimiz tügemedi. Hem de şu devletlerini şunun kıstaş, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu xalqaro kanun icra kıstaş bizden üstümüzdeki bir mecburiyet. Ben ahırda bu sotqa 1,5 yıldan buyon jafoli xizmat qilgan bütün kamp şahitlerimizga guvohlik bergan, chet ellik mutaxassislarga, bizga iqtisodiy yordam qilgan vatandaşlarımızga, tashkilotlarimizga, shundaqli bütün tercüme ishlarga yordam qilgan, xolisona xizmat qilgan bütün ziyolilarimizga ve shundaqla mushu sotni amalga oshirish uchun kecha kunduz bir sabta bir maqsadda har xil bo'rinchaplarga, har xil shikoyatlarga, her xil töhmetlerge karşı kökre girip gelgen dünya kurultayının bütün rehberlerine, saptaşlarına ve bu sotni kollap ekran aldırda takaza boptuğan dünyanın hem mecaylarındaki bütün Şarkı Türkistanlılık Uygur kerindaşlarımga şükranlarımı, rahmetlerimi bildirmem. Ama vazifemiz tügümedi, vazifemiz aldığımızda ve kolumuzda pulatdak bir paket var. Hem de devletlerini, insaniyetini, bu kırgınçılıkını, bu insaniyet karşı cinayetini to'xtatish uchun amaliy harakat qilishimiz kerak. Bu bizning oldimizdagi mushaqqatli ve qiyin bir bosqichimiz. Shuningga bütün vatandaşlarimizni buningga, chunki bir qarorning chiqishi ayrı mesele, u qarorga tayinib turib dunyoni harakatga keltirish bizning üstimizdagi bir mesele. Men eng oxirida bu yerda demak 2021-yili 12 ayının 9-kunisi bütün dünya bu qarorga shahid bo'ldi. Ben bir dünya politik vakaleten her yılı 12 ayının 9 gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb e'lon qilaman ve bütün her yılı 12 ayının 9 gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb mushu jazo lagerlarida azob chekayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikning zulmiga uchrayotgan Uygur xalqini xotirlash kuni qilib bekitishga chaqiriq qilaman. Her yıl bütün vatandaşlarımızı dünyanın hem yeriki Şarkı Türkistanlıqni bu Uygur irqiy qirg'inchilikni xotirlashga bir milliy majburiyat, vataniy bir majburiyat deb qarashga chaqiraman.